Barchangizga assalomu alaykum aziz do'stlar. Hamma kasa zo'rsizlarmi, tinchlarmi? Ro'zada charchamay, hamma joq tinchmayna. Aziz do'stlar, ushbu videorolikni maksimalni tarqatib qo'yishlaringizni so'rayman. Yana nimani boshladi, nima oldu demakchi deb hayron bo'lib o'tirmang ayna. Bu videoroligimiz masalan registratsiya masalasida kimdir qiynalayotgan bo'lsa, masalan kimgadir topshiryapti, bazada yo'q, patent qildingiz, patent to'ladingiz. Короче, ko'rdi bola dokument qildingizda registratsiya bazada yo'q, shtraf qilyapti yoki bo'lmasam ketyapsiz deport bo'lib. Ana men o'zim lichna o'tgan yil Seligot 3 marta uyga borib keldim. 3 marta hozir kelganimdan 4 marta shu insonga registratsiya topshiryapman. Aydın mesela 3 ay to'liq bazada turayapti. Mendan tashqari o'tgan yil Cherepnoy degan bir do'stim mendan birga edi. Shovg'a qilib berganman. Agar videoni ko'rayotgan bo'lsa kommentga yozadi. Bir yilning hisobida bitta sinfdoshim, bitta ayna, sosedni qishloqdan yana bitta bratishka 6-sovxozdan 4 kishi eng qizig'i ayna shunday bordik. Bir kunning ichida palochat qildik. Lekin bazaga bir kun, 2 kun, 3 kun o'zlari aytadi. Shuncha vaqtda tushadi deydi bazaga. Ana keyin siz mana endi to'rba keldingiz, sharoitingiz bor, 3-4 kunda registratsiyani palochat qildingiz, patentga topshirdingiz, ishning orqasidan bo'ldingiz. Ana siz aytishingiz mumkin, qana uning nomeri deyishingiz mumkin. Ekranda uning nomeri yo'q. Kommentariyada Telegram gruppa zakripit bo'lgan. Ana shu gruppaga o'tasiz. Shu yerda sizga nomerni men o'zim taylayman. O'zlaringiz gaplashasizlar, men bu xabar bo'laman. Nima uchunga nomerni qo'ysang bo'ladi, shunda ekrandan terib alo deb turib, borib ishimizni bitirsak bo'ladi. Nima uchun bizni qiynab Telegramingga sug'ayapsan deyishingiz mumkin. Ayna qarang. Masalan, men hozir ishonaman. 100% ishonaman, lekin bo'lishi mumkinki qandaydir nito vaziyat bo'lsa, ruslar aytganday doveray, proveray deydi. Ishon, yana tekshirib ko'r degan gapni masalan amalda sinash kerak. Shuning uchun men Telegram kanal qilib qo'ydim. Kiring, gruppaga yozasiz. Men senasiz masalan senas to'g'risida, bazada turish to'g'risida masalan shu yerda men bu xabar bo'lib turishim kerak. Chunki videorolik qilyapman. Videorolik qilganimga yarasha men shu narsadan xabarim bo'lish kerak. Chunki masalan bu reklamadan men pul olgan yo'qman ayollar. Prosta chista ishonganim uchun men bugun jana gaplashdim do'stimki, ko'pchilik qiynalib qolyapti. Ko'pchilik masalan ana gruppalar bor, gruppalarda o kuni birovni tayladi. Shu bola aldadi, shu bola aldadi, bir narsa registratsiya deb yozgan ekan. Masalan, ko'rayotgan bo'lsangizlar, ayollar kommentariyaga yozingizlar. Shu gaplarim to'g'rimi, yana to'g'rimi? Havodan olib gapirmayman. O'zi ham jana shu gapni aytdiki, do'stim bir bratishka kelib topshirgan ekan, 10 kun bo'libdi registratsiyasini olgan yo'q. Menga telefon qilib, ayna nomeringizni cheres topdim, shuni hal qilishning iloji bormi? Men ishga chiqishim kerak. Masalan, kelasiz, registratsiyaga topshirasiz, 10 kun ana deylikki registratsiyaga tortasiz, 10 kun jotdingiz. Ondan keyin patentga borasiz, yana minus. Shuning uchun siz keldingiz, budjetingiz bor. Masalan, hozir qancha bo'lyapti registratsiya? Men to'g'risi bilmayman. Ana o kishi telefon qilib kimgadir 10 ming topshiribdi ekan. Emish. Masalan 9 ming, 8,5 ming deb eshitgan edik. Даже 10 minggacha bir xili ko'taribdi. Endi chim bo'lsa agar kommentariyaga hatman yozing. Aziz do'stlar, qarangizlar. Kelasiz, shunday borasiz, bir kunda olasiz. Bir kunda. Masalan, telefon qildi, gruppaga kirdingiz, menga registratsiya kerak, menga registratsiya kerak. 2-3 kishi bo'ldingiz, adresni aytadi, shunday borasiz, ol keladi, shart bir kunning ichida to'g'rilab beradi. 2-3 kunda bazaga tushdi. İşiniz hal, siz bardınız patentga bemalol topshirib bersangiz bo'ladi. Потому что alishda bazada bo'lsa bo'ldi. Alishda samiglavni bazada bo'lsa bo'ldi. Shuning uchun sizlarga ushbu video rolik foydali deb o'ylab qoldim. Ana maksimal tarqatib qo'ying. Sizda nima bo'ldi? Like bosasiz, tamom, like bizga pul bermaydi. Yana qaytarib aytaman, pul bermaydi. Prosta o'ylashingiz mumkin, like uchun, pul uchun like bos deyapti deyishingiz mumkin. Like bosing, videoni bitta gruppaga shunday podlista qilib yeting bo'ldi. Sizda bo'lsa tanish kimdadir yo'q. Men yana qaytarib aytaman, kimdir aytdimmi, video davomida aytmadimmi? Tayinlab o'tayin, aziz do'stlar, qarangizlar. Kimdir qayergadir 1 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi, bir xillar 10 yildan beri keladi. Masalan, men 10 yildan ziyod bo'ldi kelaman. Kimgadir ishonchli odam bo'lsa, topshirib jirgan bo'lsa, topshira bersin. Masalan, o'ning ham nonni jarti qilish niyatimiz yo'q. Prosta kimdir tanishi bo'lmasa, ishonmasa,
Men aytyapman-ku, gruppaga kirasiz, polni hamma narsadan siz ham, men ham, o inson ham ochiqcha gapiramiz. Ochiqcha shunday qanchaga qildi, nimaga qimmat qilyapti, nimaga bazadan olib taylayapti, hammasini shu yerda obsujdat qilib ketaveramiz. Birin kamchiligi bo'lsa men srazi videorolik qilaman orqasidan, aynalar stop, bu insonni короче o tanishi o yerdan ishdan ketibdi, bu insonga boshqa topshirmangizlar. Yoki bo'lmasam dalshi davom etib ketaveramiz. Aziz do'stlar, videorolik sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman, chunki endi dokument masalasida reklama chiqarishlar juda ham kam. Faqat gruppalarda ko'ramiz, registratsiya qilamiz, bunday dokument to'g'rilaymiz, undan qilamiz deb faqat gruppada ko'ramiz. Lekin men masalan internetga olib chiqyapman, bu videorolik YouTube'da turadi, jillab turadi. Masalan, ko'rib gruppaga kiradi, ha, qaraydiki uje, ha, bu inson uje registratsiya qilmayapti ekan. Tamom, kuymaydi. Agar biz hozir nomerni qo'yib tarqatib jetsak, bir yildan keyin birov ko'rib, ayni registratsiya qilasiz ekan deb turib, uni ham bezata qilishi mumkin yoki bo'lmasa o'zi ham aldanib qolishi mumkin. Bu hayotda odamlar o'zgarib turadi. Masalan, kimdir zaril bo'lib qoladi, pulga aka qilaman deydi, boradi, farshivini olib kelib qilib beryapti. Shuning uchun gruppaga o'ting. Telegram gruppamiz kommentariyada. Aynajon nima qilaylik boshqa? Mana shu yerda sovuqda chiqib sizga mana shu videoni 3-marta oldim. To'g'risi 3-marta olyapman, chunki nima deydi? Ana hozir odamlarni ishontirish ham qiyin-da. Bir narsa deb aytsangiz, to'g'ri gapni aytsangiz ham ishonmaydi. Deydi, ko'gar bu deydi, pulni olgan deydi, maqtayapti deydi. Mayli, o'ylashga haqlisiz. Ko'nglingiz aytadi-ku, mollaning o'zi to'q, xalpasi bilan ishi yo'q degan deyin, ba'zi bir odamlarga befarq bo'lib qolmayapmizmi? Shuning uchun sizda bor tanish, siz polni o'zingizning kurugingizda обеспечить qilib bera olasiz, dokument qilib. Kimdir esa bu narsaga hozir imkoni yo'q, tanishi yo'q, aldanib qolayotgandir. Men hammasi aldaydi demoqchi emasman, bitta yarimta chiqishi mumkin. Tak что, aziz do'stlar, nima deydi? Men o'ylaymanki, Telegramga kirib yozasiz, nomerni olasiz, registratsiyangizni qilasiz, ishlaysiz. Hech bo'lmaganda bir kuni eslab, bunday tag'alar to'xtatib ishlaganda bazadan chiqsa, ha, ko'gar bir gat aldamagan ekan deb yuragingizdan bir his qilib qo'ysangiz, bizni eslab qo'ysangiz bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Sizga ham mening bir foydam tegsin, ha. Takaygacha sizlarning foydalaringiz menga tegadi. Chunki foydalaringiz tegani sizlar ko'rasizlar, prosmotr bor, men reklama olyapman. I tak dali ishim ketyapti, ro'zg'arim, qora qozonim qaynayapti. Shuning uchun aziz do'stlar, men o'ylaymanki, sizlarga kamgina bo'lsa ham foydam tegdi. Ushbu videorolikda shumlik qilmay padilishsa qiling. Telegram gruppaga kirib qo'ying. Bizning kanal o'zgarib turibdi, chunki kanallar blok bo'lib ketyapti. Masalan, ko'pchilik ko'chada ko'rib qolsa, nimaga video chiqmayapti? Chunki kanal o'zgaryapti, hech kim topmaydi. Gruppada bo'lsangiz, silkasini taylayman, ha, buna Gallining yana bir yangi kanali ekanda kirasiz, ko'rasiz. Tak что, sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling, hech qachon nomardga muhtoj bo'lmang ayna. Hammalaringizni Telegram kanalda kutib qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Kulib jiring ayna. Og'zicharga ham kamgina qoldi. Neda valaqalashib tursam, og'zichar bo'lib ketadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.